Sog'lom erkakning sog'lig'ining asosiy belgilaridan biri bu normal ereksiya funksiyasidir. Lekin afsuski, birgina Rossiyani misol qiladigan bo'lsak, Rossiyani 40% erkaklarida ereksiya normal holatda emas. Bu degani 40% o'z ayollari bilan qoniqib jinsiy aloqa qila olmaydi degani. Ya'ni ularda olatni tikka turishida, shahvatni tez kelib ketishida muammolar bor. Xo'sh, bunday dardga xavfsiz va samarali davo bormi o'zi? Albatta bor. Davoni bizga tabiatni o'zi berib qo'ygan. Buning uchun bizga 8 dona yong'oq va asal kerak bo'ladi. Yong'oqni maydalab olamiz. So'ng kichkina qoshiqda 2-3 qoshiq asal solib, yaxshilab aralashtiramiz. Hurmatli YouTube'dagi tomoshabinlarim, bu qorishmani har kuni ertalab kechqurun ovqatdan oldin 2 qoshiqdan yeysiz. Muolaja vaqti 2 hafta. Agarda 2 haftadan so'ng ham muolaja yordam berganini sezmasangiz, 1 haftadan so'ng yana muolajani takrorlasangiz bo'laveradi va u sizga albatta yordam beradi. Do'stim, YouTube kanalimga obuna bo'ling va sog', salomat bo'ling.